Assalomu alaykum. Mana opish xonadonimizda tayyor bo'ldi. Yig'ib oldik. Tushuntirib o'taman. Qarang. Birinchi asosiy avtomat qo'yganmiz, 63 talik. Keyin reli napряжение qo'yganmiz. Keyin dif avtomat qo'yganmiz. Bu nima uchun? Bu Ariston, Katyol, xolodilnik va Wi-Fi uchun qo'yilgan 4 ta guruh bo'lingan bu dif avtomatimizga. O'zi 40 amperlik. Keyin kontaktor qo'yganmiz. Bu 25 ga 40 lik qo'yganman. Master включатель uchun, ya'ni bu yoqdagi освещение bo'ladi yoki rezitkalar bo'ladi, o'shalarni uzoq safar ketgan paytida o'chirib yoqishimiz uchun. Avtomatga tushib, shetda ochib, hammasini pasaytirib tushgandan ko'ra bitta включатель orqali hamma pitaniyani o'chirib ketadigan qilamiz. Bu kontaktor uchun. Keyin mana bu dif avtomatimizga 8 ta guruhdan ulaganmiz. Endi rezitka har xil, masalan, kir mashina nimadirlar bor va hokazo. Ikkinchi dif avtomatimizga 9 ta ulaganmiz gruppa. Uchinchisiga ham 9 ta ulaganmiz. Oxiriga bu keladigan bo'lsak, bu освещениеga 10 talik qo'yganmiz. Aslida bunga o'zini avtomatni o'zini qo'ysam ham bo'lar edi, lekin mayli deb, endi xavfsizlik anaqasidan bitta uzoq qo'yib, boshiga keyin avtomatlar qo'ydik. Mana ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Mana bu ukka 125 amperlik, bu ham, bunisi ham ularni nollaga, ili zazimleniyaga ishlatamiz. Xudo xolasa, hammasini vazifasini aytib o'tdim shekilli. Yana ham qaytarib o'taman. Mana bir reli napряжениemiz agarda kuchlanish ko'tarilib yoki pasayib ketadigan bo'lsa, opshet anaqa sistemani tokdan ajratadi. Keyin bu dif avtomatni hamma biladi. Qisqa tutashuvda ham, o'tichkada ham tashlaydi, xavfsizlik uchun. Bunisi ham shunaqa, o'zoy ham shunaqa. Qisqa tutashuvda o'zi tashlamaydi, lekin o'tishga bo'lgan tashlaydi. Endi buni освещениеning gruppasiga qilib qo'ydik. Xudo xolasa, ulanish jarayonlarini ham ko'rsatib boraman. Faqat video 3 turga bo'linadi. Ko'rib o'rganib olsangiz bo'ladi.